Assalomu alaykum o'quvchilar. Ismim Fayoza. Qadriyat o'quv markazida ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Demak, A1 o'quvchilari uchun 13 ta darsimizning keling birinchisini ko'rib chiqamiz. Demak, har bitta o'sha til o'rganayotganimizda alifbodan boshlangani kabi, bizda ham ingliz tilida alifbo va so'zlarning qanaqa talaffuz qilinishidan boshlaymiz. Demak, alifbo bizda alfabet deyiladi, spelling esa so'zlarning yozilish va o'qilishlaridagi nyuanslar hisoblanadi. Demak, bizda ingliz tilida 26 ta letterlar, ya'ni harflar bor ekan. Ular ham xuddi o'zbek tilidagidek unli va undoshlariga bo'linishadi. Demak, unlilar bizda ingliz tilida vowels deb ataladi, undoshlar esa consonants deb ataladi. Demak, unlilar bizda o'zbek tilidan farq qilgan holda 5 ta hisoblanadi, undoshlarimiz esa 21 ta hisoblanadi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Xo'p, demak, bularni ko'rib chiqgan bo'lsak, common misunderstandings, ya'ni ko'plab tushunmovchilik bo'ladigan ba'zi harflar bor ekan bizda. Keling shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda birinchisi G va G harflari hisoblanadi. G harfi bizda jam so'zini misol qilib olishimiz mumkin. G harfiga esa giraffe so'zini misol qilib keltiramiz. Jam demak bizda vareniye, ya'ni murabbo, giraffe esa bizda jirafa hisoblanadi. Xo'p, keyingi demak tushunmovchilik bo'ladigan harflardan birinchisi bizda bu I, ikkinchisi I kabi talaffuz qilinadi. Demak, I ga ice creamni misol qilib keltirishimiz mumkin, I ga esa elephantni yozishimiz mumkin. Xo'p, demak ice cream bizda muzqaymoq, elephant bo'lsa fil hisoblanadi. Xo'p, keyingi tushunmovchilik bo'ladigan harflarga o'tadigan bo'lsak, bizda bular S va C harflari hisoblanadi. S ga sneakers, ya'ni bular shokoladlar emas, krossovkalar hisoblanadi ingliz tilida. Shuni misol qilib keltirishimiz mumkin. C ga esa cinnamon shirinligini misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, bularning talaffuzi bir-biriga o'xshab ketsa ham farqli jihatlari bor ekan. Bularni eslab qolishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, demak mavzumizni davom ettiramiz. Demak, bizda asosiy unli va undosh kombinatsiyalarini va ularning qanday o'qilishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak bizda birinchisi consonant combinations, ya'ni unli kombinatsiyalar. Xo'p, o'zbek tilida sh, ch, ng harflari bor kabi, ingliz tilida ham shu kabi kombinatsiyalar bor. Ular birga qo'shilib keladi. Xo'sh, demak shularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bizda t va h harflaridan tashkil topgan bo'lib, ikki xil yo'lda o'qiladi. Birinchisi think, thinda s kabi o'qiladi, thisda esa z kabi o'qiladi. Ikkalasining talaffuzi har xil bo'ladi. Demak, birinchisida think, thin bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisida this shaklida o'qilar ekan. Xo'p, bu kombinatsiyamizni ko'rib chiqqan bo'lsak, keling ikkinchisiga o'tamiz. Bunda bizda ikkinchi kombinatsiya SH kombinatsiyalari hisoblanadi. Demak, bunda she, shop so'zlarini keltirsak bo'lar ekan. Xo'p, keyingi kombinatsiyamiz bizda CH kombinatsiyasi hisoblanadi. Bu ch bo'ladi bizda. Xo'p, demak, birinchisi chair, ya'ni stool, ikkinchisi cherry, gilos olcha ma'nosida keladi. Ch shaklida bu kombinatsiyamiz o'qiladi. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bizda PH bilan keladigan, PH bilan keladigan kombinatsiya hisoblanadi. PH desak ham bo'ladi eslab qolish uchun. Xo'p, demak, undagi so'zlarga keladigan bo'lsak, photo, phone, ya'ni F shaklida o'qilar ekan. Photo, phone. Demak, eslab qolamiz. P bilan H kelgan holatlarda biz F shaklida o'qiymiz, ya'ni photo, phone.
Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, G va H harflari hisoblanadi. Birinchisi love, enough bo'lib, demak bunda G va H harflar kelganda biz bularni ham oxirida kelar ekan ko'pincha va bularni F shaklida o'qirkanmiz. Demak, love, enough. Yana bir anaqa o'qilish shakli bor, unda esa tashlab kelib o'qiladi. Hozir o'sha so'zga bitta misol yozamiz, keling. Light so'zini oladigan bo'lsak, light shaklida bu harflar ko'p bilinmay o'qilib ketiladi. T ga urg'u berib o'qiymiz. Demak, light shaklida o'qilar ekan. Ikkinchisi K va N harflarini kelgan kombinatsiyasi hisoblanadi. Bunda bizda ikkita so'z bor ekan, knife va no shaklida. Demak, bizda birinchi K harfi tushib qolib, faqat N talaffuz qilinadi va knife no shaklida ishlatiladi. Keyingisi bizda W R kombinatsiyasi hisoblanadi. Bundagi so'zlarimiz yozmoq va hamda noto'g'ri deb tarjima qilinadi. Xo'p, bularni o'qilishiga keladigan bo'lsak, xuddi knifedagi K tushirib o'qilgandek, bularda ham right, wrong shaklida o'qiladi. Demak, V unchalik aniq eshitilmaydi. Qaysidir ma'noda tushib ham qolishi mumkin. Demak, buni o'qilishi right va wrong shaklida bo'lar ekan. Endi unli kombinatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Bunda bizda vowel combinations deb atalar ekan ingliz tilida. Xo'p, ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda bu kabi kombinatsiyalar kelganda qanday qilib o'qilishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi AI va AY harflari birgalikda kelganda bizda rain, play, ya'ni AE shaklida o'qilar ekan. Mana rain so'zi, play so'zini oladigan bo'lsak, ikkalasiga bittadan misol qilib, demak bizda AI shaklida o'qilar ekan, ya'ni rain, play. Xo'p, ikkinchi kombinatsiyalarimizga keladigan bo'lsak, bizda OI va OY qo'shilgan kombinatsiyalar hisoblanadi. Bundagi so'zlarimizni misol qilib oladigan bo'lsak, coin, joy so'zlarda OE shaklida o'qilar ekan. Demak, coin, joy. Keyingilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, OU va OW shaklida o'qiladigan bir-biriga qo'shilgan kombinatsiyalarimiz qaysi shaklda o'qilishini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda bunda ikki xil o'qilish usullari bor ekan. Qaysi kombinatsiyalariga qarab ikki xil o'qilar ekan. Birinchisi house, now so'zlarida A va U shaklida AU o'qilar ekan. Demak, house, now. Ikkinchi kombinatsiyamiz OW bo'lganda bizda slow, snow, OU shaklida o'qilar ekan. Demak, slow, snow, house, now bo'lganda esa AU shaklida o'qilar ekan. Xo'sh, keyingisini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda ikkita o'ning birga kelishi bo'lganda qanday o'qilish talaffuz qilishini ko'rib chiqamiz. Demak, ikkalasi bir-biriga kelganda bitta holatda uzun, bitta holatda qisqa o'qilar ekan. Demak, uzun holatda o'qiladigan so'zlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bular moon va food hisoblanadi. Demak, bular u shaklida o'qilar ekan. Ikkita biriga kelganda, lekin uzun qisqaligiga ko'ra farq qilar ekan. Demak, o'qiymiz. Moon, food. Ikkinchisi qisqa shaklda kelishi, unda u harfi qisqa o'qilar ekan. Book, good shaklida. Book va good shaklida o'qir ekanmiz. Demak, bunisida qisqa, bunisida uzun bo'lar ekan. Keling so'zlarni birma-bir takrorlab chiqamiz. Birinchisi TH kombinatsiyamiz uchun bizda think, thin shaklida birinchisi, ikkinchisi esa this shaklida o'qilar ekan. SH kombinatsiyamiz uchun she, shop, xuddi o'zbek tilidagi sh harfidek o'qilar ekan. Ikkinchi kombinatsiyamiz S va H harflaridan tashkil topgan bo'lib, undagi kombinatsiyalar bizda chair, cherry shaklida o'qilar ekan. Keyingisini ko'ramiz. PH deb eslab qolgandik. PH bo'lganda bizda phone va photo shaklida o'qilar ekan. Keyingisi GH bo'lganda esa bizda xuddi phonedagi kabi F bo'lib love, enough shaklida o'qilar ekan va yana bitta istisno holatimiz bor ekan. Bunda u o'qilmay qolar ekan. Demak, ikkinchi ko'rinishi bizda light so'zi hisoblanar ekan. Yana keyingisini ko'radigan bo'lsak, key va n kombinatsiyasi bizda knife, keyingisi esa no shaklida o'qiladi. Keyingi va oxirgi kombinatsiyamiz undoshlardan bizda W va R harflari bo'ladi. Bunda bizda o'qilishi
right hamda wrong shaklida W harfi tushib qolib o'qilar ekan. Xo'p, undosh kombinatsiyalarga o'tadigan bo'lsak, ko'rdik I kelganda rain, ikkinchisida esa o'qilishi play bo'lar ekan. Keyingi kombinatsiyalarimiz o'qilishi OE shaklida o'qilinib, coin, joy shaklida talaffuz qilinar ekan. Keyingisi bizda kombinatsiyalarimiz ikki xil, yoki AU yoki OU shaklida o'qilib, birinchisi house bo'lar ekan, ikkinchisi no bo'lar ekan. Ikkinchi AU kombinatsiya emas, OU kombinatsiya o'qiladiganimiz bizda slow hamda snow so'zlari hisoblanadi. Demak, uni ham bir takrorlaydigan bo'lsak, bittasi uzun, bittasi qisqa edi. Demak, birinchisi uzuniga qisqa qilib moon, food so'zlarini keltirardik. Ikkinchisi qisqasiga esa book, good so'zlarini keltiramiz. Xo'p, demak, darsimiz oxiriga ham yetib keldik. Bizda demak bu yerda review bo'ladi. O'qigan va o'rgangan hozir mavzumizni demak ko'rib chiqamiz. Keling, so'zlarni o'qilishini qaytadan takrorlaymiz. Bu yerga boshqacha example'lar yozdik, sizning bilimingizni tekshirib ko'rish uchun. Demak, birinchi so'z bizda qanday bo'ladi? Demak, buni o'qilishi rest shaklida o'qilar ekan. W bizda tushib qoladi. Ikkinchi so'zimiz, o'qishga harakat qilib ko'ring. Bu three shaklida o'qilar ekan. TH kombinatsiyani ikkinchisiga misol bo'ladi. Keyingi so'zimiz night shaklida o'qiladi. GH tushib qolib, T ga urg'u berib o'qiymiz. Keyingisi bo'lsa bizda knock shaklida o'qilar ekan, K harfi bizda tushib qoladi. Demak, knock. Keyingisi bizda unli kombinatsiyalarga keladigan bo'lsak, demak, bularni ham o'qishga harakat qilib ko'ring. Train shaklida o'qilar ekan. Train AI bo'lib. Ikkinchi so'zimiz boy shaklida OE kombinatsiyada boy deb o'qilar ekan. Uchinchi so'zimiz bizda o'qishga harakat qilib ko'ring. Young shaklida o'qilar ekan. Keyingi so'zimiz esa bizda way shaklida AI struktura o'sha kombinatsiya orqali o'qilar ekan. Demak, mavzuni tushungan bo'lsangiz, savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring va shu kabi kommentariyalarda o'zingizning 3 ta misolingizni mavzu bo'yicha qoldirishingizni so'raymiz.